lekin yo'q. Adolat bor va u qaror topyapti. Endi bir tarafdan shunaqa desa ham bo'ladi. Mana hozir ko'plab sudlarda qatnashamiz. Bugun mana hozir orqamizda turgan bino bu aynan Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi bo'ladi. Biz bu sudda hozir qatnashdik. Shuhratshonni o'sha 139, 140-moddalar bilan, yana 236-modda bilan sudlashgan edi. Ko'pchilikning xabari bor. Biz qatnashib kelib yorita olmagandik. Mana bugun keldik, ko'rdik, sudda oxirgi sud ekan va hukm o'qildi, o'zgarish bo'ldi. Ya'ni o'sha 139 bilan o'zi muqaddimdan oldin oqlangan holatlari bor ekan, 140 bilan oqlandi yana. Hozir faqat 236 bilan bo'lgan jazo qoldi, ya'ni 2 yil o'sha uy qamog'i. Uni ham hozir mana 6 oyni ijro qilib bo'lingan ekan, 2 oydan keyin o'sha bundan ham qutuladi nasib qilsa. Yana ijodga qaytadi. Men bir narsani aytmoqchiman do'stlar. Hozir oxirgi so'z berilganda men bir narsadan ta'sirlandim-da. Endi shu ommaviy axborot vositasini rahbari sifatida ham, faoli sifatida ham Shuhratshonga oxirgi so'z beriluvdi. Menga qattiq ta'sir qildi shu. Mayli shu blogerlik bilan ham shug'ullanmayman. Mayli menga shu odamlarni ham haqiqatni olib chiqmayman. Shu otamni menga haqiqatni olib chiq, to'g'ri so'z bo'lgin deb o'rgatgan tarbiyalarini men bugun o'g'limga shunaqa deya olmayman endi. Degan bir fikr juda faoliyatni ham yig'ishtiraman. O'zimni kino rejissyorlik, mana shu faoliyatni qilaman kerak bo'lsa. Lekin meni bunaqa qiynamanglar, menga bunaqa adolatsiz qaralish bo'lmasin degan bir fikr bo'lganda, to'g'risi men badallarim jimirlab ketdiki, nahotki mana shunaqa ahvolga tushib qoldik. Nahotki o'sha mayli qancha bo'lsa ham, 1 marta bo'lsa ham, 10 marta bo'lsa ham haqiqatni gapirgan odam shu darajaga tushishi kerakmi? Yo'q, bu bunaqangi misol hammamizni boshimizdanmikan ertaga degan bir xato hammada bor. Unda agar xatoyimiz bo'lmaganda biz farishtaga aylangan bo'lardik, qanotlarimiz bo'lib uchib yurgan bo'lardik. O'sha ayblov qo'yayotgan yoki boshqa holatda ham hammada xato bor. Men aytamanki, bunaqa xatolarni jazolar bilan to'g'rilash kerak emas. Bunaqa xatolarni tushuntirsa, hamma ham tushunadi. Xurshid xatosi bo'lsa chaqirib kimdir bir mana shu sohani tushunadigan bir egasi, xolis bir yaxshi bir tiniq fikrli degan odam chaqirib, "Mammet uka, men bu xatoyim bor, bunaqa qilma, men bunaqa ishlagin" desa, Xurshid yo'q demaydi. Yo menga aytsa, yo mas Shuhratshonga aytsa, yo Otabek Hamidovga, Sirojiddin akaga, to'g'rimi aka? Hech kim demaydi. Xatosi bo'lsa tan oladi hamma ham va u xatosini to'g'rilashni hamma ham xohlaydi. Aqli raso inson xatolarini to'g'rilashni xohlaydi. Lekin bunaqa qilmasdan turib, bosim qilib, yo bir sudgacha olib chiqib, jazo qilib, uni qanaqa tur bilan bo'lmasin jazolash bu yechim emas. Men o'ylaymanki, bu noto'g'ri va bugun o'sha yillar mobaynida tajribasi bor odamlarni shunaqa jazolab to'xtatishi mumkindir. Lekin tajribasi yo'q, lekin yuragida o'ti bor yosh yigit-qizlarimiz ertaga yana chiqib kelaveradi. Shunaqa bo'ladi. Biz masalan nimadir o'rgatib olamiz, to'g'ri yo'lga sola olamiz kimnidir, lekin ularni ertaga hech kim to'g'ri yo'lga ham sola olmaydi. Va maslahat ham bermaydi, menga nimaga kerak deydi, tashab qo'yadi. Va oqibatda juda ham shov-shuvli materiallarni tayyorlab chiqadigan yosh yigit-qizlarimiz vulqondek otilib chiqaveradi. Shuncha aytmoqchimanki, avvalambor Toshkent viloyat taftish instansiyasi sudyalariga minnatdorchilik bildiramiz. O'sha bitta moddani olib tashlashda, oqlov qilishdi u modda bilan. Endi 236 masalasiga podrobniyroq keyin bir o'rganib chiqib fikr bildirishimiz mumkin. Asosiysini aytaman-da, 139, 140-moddalar olib tashalib. Men o'sha shu moddaga men o'zimni fikrimni bildirib o'tishim kerak. Ya'ni o'sha Gavhar Yo'ldasheva degan ayol sud majlisiga chaqirilishi kerak edi. Ya'ni bu narsa advokat tomonidan iltimosnoma kiritildi, lekin bu ayolni o'zini topishning imkoniyati bo'lmadi. Ya'ni yashash hududida, yashash manzilida mavjud emas. Tergov jarayonlarida yuzlashtiruvlar bo'lmagan. Buni men ko'rgan bo'lsanglar, o'sha tergov departamenti rahbariga ham bu narsani bildirdim. Ya'ni aynan o'sha tergovchini xatti-harakatlaridan biz norozi bo'lyapmiz. Bunga sud baho beradi. Lekin sud tergovchini
xulosasiga qarab hukm chiqaradi. Ish qiladi. Ish qiladi. Lekin bu joyda yuzlashtiruv bo'lmagan bo'lsa, umumiy tergov bo'lmagan bo'lsa, qanaqa qilib taqdim qildi? O'sha savollarga javob so'radik biz. Endi mayli, adolatli mana bitta moddani olib tashlashdi. Bu bo'yicha endi baribir hukm o'zgartirishsiz qoldirildi. Ya'ni jinoyatchi sifatida ko'rsatildi. Lekin aynan o'sha Gavhar Yo'ldoshev sud majlisiga kelib ko'rsatma bermagan bo'lsa, sud o'sha tergov jarayonlarida yuzlashtiruv bo'lmagan bo'lsa, tergov bo'lmagan bo'lsa, bu moddani demak olib tashlash kerak edi. Ya'ni asoslantirib berilmagan modda bo'yicha hukm o'zgarishsiz qoldirilyapti. Chunki bu modda aniq yo'q narsa-da, chunki u jinoyat sodir qilinganligi kimning ongiga ta'sir o'tkazildi, qaysi tashkilotga ta'sir, mana sud idorasiga ta'sir o'tkazildi. Xo'p, qaysi joyda nima deb ta'sir o'tkazildi? Endi hozir bilishimiz bo'yicha o'sha sud raisini so'rovi bilan tergovga chiqarilgan deydi. 236 shumi? 236 shu. Lekin Endi tushundim. yuzlashtiruv bo'lmagan, shu ta'sir o'tkazildi dastlabki tergovga deyilgan. Yo'q, bu tergovga emas. Bu sud tizimiga. Ya'ni o'sha Buxoro viloyatidagi sudyani xati bilan chiqarilgan tergovga bu modda bo'yicha hozir 236 o'zgarishsiz qoldirildi. Lekin tergov bo'lmagan, borib uchrashmagan, yuzlashtiruv bo'lmagan. Agar bo'lgan bo'lsa ko'rsatsin, marhamat. Xo'p, mayli, tergovda bo'lmabdi, sud jarayonida bo'ldimi? Sud jarayonida uchrashuv Sud bo'ldi. jarayonida bu modda o'zi yopilib ketgan edi Buxoroda. Ya'ni o'sha borib Shuhratjon borib uchrashib, ular bilan nima bo'ldi? Bo'ldi, hammasi yaxshimi? Yaxshi. Yopilib ketdi ish. Oradan vaqtlar o'tyapti. Chinoz sudida ish ko'tarilgandan keyin Shuhratjonni o'sha sud jarayonlari boshlangandan keyin bu ish Buxorodan kelyapti bu yoqqa. Ya'ni hali tergov bo'lmagan ish kelyapti-da, bu sud bilan qo'shib ko'rilyapti. Lekin u tergov jarayonlari bo'lish kerak. Ya'ni o'sha aybini asoslab berish kerak. Mana bu joyda sen ta'sir o'tkazgansan deb. Aniq asossiz sudga keldi. Mana o'sha modda bo'yicha aybli deb topildi hozir. Lekin shunda ham Shuhratjon hozir mayli endi boriga shukr qilaman deyaptilar. Nima desin? Yana minnatdorchilik Minnatdorchilik bildirib sudyalarga, asosiysi o'sha 139, 140 moddalar, dejurniy moddalar deyman men uni shaxsan. Mana shu moddalar bilan oqlanganliklari uchun minnatdorchilik bildiryaptilar. Lekin biz ham minnatdorchilik bildiramiz albatta. Men yana bir narsa aytmoqchi edimki, mana taftish instansiyasida shu moddalar bilan oqlangan, mana Shuhratjon oqlandi, lekin bitta narsa tuman sudida nega bunga e'tibor qaratilmadi? Masalan, apellyatsiya instansiyasi sudida nega e'tibor qaratilmadi? Buni oqibatida xolimizmi yo'qmi, bitta inson baribir siqiladi, o'ylaydi, bu hayoti uni. Va bunaqa kamchiliklarga yo'l qo'yish sudyalarga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman, chunki sudya bir insonning taqdirini aniq bir manzil bilan ayblab yo'g'iyoli yo buyog'li qilib qo'yishi mumkin. Hurmatli prezidentimiz aytadilarki, har bir insonning murojaatining ostida inson taqdiri yotadi va bu taqdirga befarq bo'lishga o'z to'g'risi hech kimni haqqi yo'q do'stlar. Hech kimning haqqi yo'q. Mayli, endi mana shu 236 bilan aybli deb topilibdilar. Endi Bu degani ya'ni sudga bosim qilishmi? Sud idoralariga bosim o'tkazish yoki qanaqa qilib bosim qilish mumkin? Masalan, men o'sha ommaviy axborot vositasi xodimi sifatida sudga bosim qilish qanaqa aruja bilan bosim qilamizmi? Ijtimoiy tarmoqqa holatda yoritishimiz mumkin. Bu bosim deb men bilmayman buni. Bu davlat rahbarining ochib bergan ochiqlik siyosatlari sudyalarni o'sha video hosilada turibdimi? Bormi? bor, o'sha video bizda bor. Endi bu joyda o'sha Gavhar Yo'ldashevani turmush o'rtog'i srogini o'ta olmaydi. Ya'ni bizning qonunchiligimizda bor, agar u qamoq vaqtida qandaydir og'ir kasal bo'lsa yo boshqa bo'lsa, uni o'sha srogini o'ta olmaydi deb chiqarsa bo'ladi. Endi qonun bering menga. Nima silkasini bersangiz, do'stlar, efir tugagandan keyin silkasini Xurshidbek jo'natadi. Silkasini birinchi kommentariyada qo'yamiz. U yerda o'zingizlar ko'ringlar, u yerda sudga bosim bo'lganmi yoki yo'qmi? O'sha silka. yo'q, faqat sudyaga kirilgan, shu joyga e'tibor qarating, iltimos hurmatli sudya deyilgan. Bu joyda endi birdan bosim deb hisoblashgan, ya'ni sudni o'sha raisni o'zini so'rovi bilan bu ish ko'tarilgan degan. Keyin undan tashqari aka, uzr gapingizni bo'ldim. Biz Buxoro viloyati ichki ishlariga bordik. Aynan shu masala bo'yicha, ya'ni qanaqa qilib yopilib ketgan ish Buxoro viloyatidan Chinozga keldi. Hali tergov bo'lmasdan desak, Buxoro viloyati o'sha vaqtlari o'rinbosari bor edi, ichki ishlar o'rinbosari. Biz tergov bo'yicha rahbar ham aytayapti, biz ko'targanimiz yo'q, buni Oliy sud ko'tardi, deyapti.
Biz kelyapmiz Aziz Obidovga shu savolni beryapmiz. Kim ko'tardi bu masalani? Ular Oliy sud deyapti. Desak, bizda unaqa vakolat yo'q. Ular so'ramasa biz ko'tara olmaymiz bu ishni deyapti. Endi savol, Buxoro viloyati aldayaptimi yo ular aldayaptimi? O'rtada bash savolga O'rtada javob shu yo'q. savolga javob yo'q. Tergov departamenti rahbari bilan ham gaplashdik. Xuddi shu savolni berdik. Nazoratga olamiz deyishdi, lekin Demak, bu javob bo'yicha yo'q. endi Oliy sudga ham bu videolarni ham jo'natamiz agar nima qilsa, Aziz Obidovga ham mayli o'zlari ko'rib chiqsin, haqiqatdan ham sudga bosim bormidi, yo'qmidi bu yerda-da. O'zi Bu ham sudyaga jo'natish bosim degan narsani ommaviy axborot vositalaridan o'zi olib tashlash kerak buni. Chunki ommaviy axborot vositalasi qanaqa bosim? Tojiboyev esingizda bo'lsa, Ay, sudga u- bosim u ham 3 yil shunaqa. qamalgandi, lekin u yerda sudya bilan u to'g'ridan to'g'ri tortishgandi-da u. Ha. To'g'ri, unda balki bordir. Lekin bu video orqali bosim qilishdi, endi qanchalik to'g'ri endi bilmadim. To'g'ri, biz ham mutaxassis emasmiz, bu bo'yicha bir anaqa emasmiz. Bularni o'sha sudyalari o'zi biladi. Nima edi, tergov jarayonlarida bo'lgan shuni aybdor deb topishyapti. Mana biz ham haligi tarafkash bo'lmaylik-da. O'shancha boya yana qaytarib aytaman. Bu o'sha videoni menga silkasini jo'natasiz, o'sha Shuhratshondagi kanaldagi silkasini jo'natasiz. Biz buni birinchi kommentariyada zakreplenniy qo'yib qo'yamiz. Tushunarli. Yana videoni endi yakunlash arafasida bir narsa aytmoqchi edim. Xurshidbekni hurmat qilaman, zo'r yigit, malades. Mana shu shogird bo'lsa shunchalik bo'ladi. Do'st bo'lsa mana shunchalik bo'ladi. Mana shu ustozim deb Shuhratshonni orqasidan yurib, masalan, asabiylashib, hammaga tushuntirib, mana yonlarida shu darajada turgani uchun men mana shuni bolaga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Omadini bersin. Mana keldi. Ha, bizni ham chaqirib, hammani chaqirib kelinglar, mana shunaqa men minnatdorchilik bildiraman. Bu ko'z tegmasin bunaqa sof dillikka. Omadini bersin. Doim yoningizdamiz, birgamiz. Imkon qadar Xudo qo'llaguncha o'ylaymizki, Shuhratshonni ham muxlislari tez orada o'zlarini ko'rib qoladi. Ijro уже ozgina muddat qolgan, tugashi bilan Shuhratshon sizlarga yuzlanib, yana o'zlarini ovozlarida salomlarini, sizni hol ahvolingizni so'rashda davom etadilar degan katta umidimiz bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Sizga ham bir marta rahmat. rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Alohida. Okey, rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.